Assalomu alaykum. Aziz qarindoshlar, hammalarniki shu vaqt xayrli bo'lsin. Mening ismim Tug'loq Hamid. Shvetsiyada yashayman. Men navbatda ota-onam uchun Shvetsiyaningki poytaxti parlament oldida yolg'iz kichik namoyish qilyapman. Men bugun dam olish kuni o'g'ashqa tushdan kerak chiqdim. Undan keyin yasatgan narsani tunugun ishdan chiqib ketib qolibdi, ulguramadim. Xo'jayin telefon qilib dushanba elab oldi deydi sinonga. Ishonib qoldim. Atlikka hamda bir yer berib oladigan bayroq bor, hamda shu bayroqni elab olsam, shundan bilan 2-3 kun ichigacha hamda Shvetsiyaning bayrog'i bilan Amerikaning bayrog'ini to'g'rilab qo'yaman. Undan keyin shu odat cho'ng ish bo'lsa, muqim holatda yana shu tarafda namoyish bo'ladi. Ben hozir hamda kundagidek namoyish jarayonida ota-onam uchun shu guvohligimni berib chiqib ketmoqchi. Meningki dadam Hamid Abdurahmon 1954-yili 5-23 kun tug'ilib, Ilo oblastida telegraf idorasida dam olishga chiqqan. Apam Sadat Bovdun bo'lsa 1956-yili 8-21 kun tug'ilib, Ilm mehmonxonasiningki Alaykum assalom. Ilm mehmonxonasiningki shu nimadan dam olishga chiqqan ma'vo. Qatnash bo'limida dam olishga chiqqan. Apam dadam 2017-yili 1-ayning 27-kuni shu nimaninki ama Ili oblastida bexatarlik tarmoqlar tarafidan tutib chiqilib, Bo'zdagi turmada qonunsiz tarbiyalashdi bo'lgan. Undan keyin apam dadamni yip holatda sot echib 2019-yili 1-qatimda 5 yillik, keyin undan keyin yana shu Ne'mat deganninkidanmi shu topshirib yana qaytadan shu bolasini chatalda nurg'un ishlar bor deb qalaymiqan shundaylar berib chaqqanlarning jiqliqidan qalaymiqan shu materiallarni ratildimi bilmayman chiqib yuqoriga yo'llab yuqoridan Beijingdan og'zaki shu Yupan deb 18 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan. Ham sotninki qo'limizga olgan inoq bir kesimnoma yoki bir qog'oz ya tamg'a urilgan bir narsa hujjatga o'xshash narsa yo'q. Adamning qo'lida va yoki urug' tuqqanlarning qo'lida. Ammo og'zaki bo'lsa-mu, apam dadam shu bo'z nimadiki dadam Kunaslik turmida, apam bo'zlik turmida, nima Bayandaylik turmida shu nimani o'tayotdi. Shu jazo muddatini o'tayotdi. Men Xitoy hukumatiga deymanki, Xitoy hukumati bizningki vatandagi Uyg'ur qarindoshlarimizningki hech qanday gunohi yo'q. Sen irqiy qirg'inchilikni to'xtatishing kerak. Vatanimizdan chiqib ketishing kerak. Undan keyin shu insonlarning qatorida meningmi apam dadamningki hech qanday gunohi yo'q. Mening apam dadammi gunohsiz. Sen agar men siyosiy faoliyat qildi yoki siyosiy panoh qildi desang, unda bo'lsa nima deb Abnum rayoninniki raisi Shuhrat Shakirning singillari Germaniyada panohlik tilab kelib qolganki, nima deb ularniki tegmaysa? Nima deb ular cheksiz huquqlarni tutadi? Nima deb meningki ota-onam qorong'u zindonlarda nima qildi? Sen meningki ota-onamni qo'yib qo'ymsang, men sen bilan qiladigan da'vodashtirishimni, norozilik namoyishimni to'xtatmayman. Mening opam dadam bir kun turmada yatsam, men seni mishara vaqirab chaqirib bir kun rasvo qilaman. Mayli seningki burutung tavrabmi qo'ysin yoki tavrabmi qo'ymasin, sen uchun men har kuni Shvetsiyaningki xalqiga yoki o'sha kelgan shu nimalarga shu sayohatchilarga, Shvetsiya parlament ishidagilarga seninki Abdubashir singni, sening Abdubashir singni butun dunyo bilib bo'ldi. Shunda xo'shmi bularga davirib, seni tillaverib butun dunyoga Xitoy virus, Xitoy fashist, Xitoy terrorist degan narsalarni men o'sha vaqiraverib singdirib o'taman. Shuningga sendan men shuni talab qilmanki, mening ota-onamniki hech qanday gunohi yo'q. Mening ota-onamni sen qo'yib berishing kerak. Yalnız ota-onamni emas, sen butun rejim ostidagi bizningki vatandagi xalqlarni qo'yib etishing kerak. Ularning hech qanday gunohi yo'q. Ular shu zaminningki tuproqning egasi bo'lganligi uchun bugungi kunlikda irqiy qirg'inchilik uchrayotdi. Sen 70 yildan beri ishbas Xitoy vatanimizni yeb, ichib, vatanimizning boyligini elib, vatanimizga fuqarolarini akirib, yashitib, bizga bizning yerimizni egallab, bizning xizmatlarimizni egallab, eng oxirida sen bizga tuzkorlik qilding. 11 bitimning qayda so'yichimi sen asli chiqib ketishing kerak. Hozir 30 yildan eshib ketdi. Sen
bu zaminni besib olgan, bu zaminning egalari biz Uyg'urlar va boshqa qarindosh millatlar. Seninki bu yerda onangning haqqimi yo'q. Shuningga sen irqiy qirg'inchilik to'xtatishing kerak. Meningki ota-onamni qo'yib berishing kerak. Men har qanday vaqtda seninki chet eldagi jinoyat shaykilaringninki, xoinlaringninki, sendek ish hayfchi ish bajarishlarninki qarshisiga chiqib turib gap qila olayman ham so'zlay olayman. Shuningga Xitoy hukumati meningki ota-onamni sen shartsiz qo'yib berishing kerak. Bo'lmasa men bu norozilik namoyishimni to'xtatmayman. Sana bo'ladigan va seninki odamlaringga bo'ladigan noroziligimni men to'xtatmayman. Shuningga qarindoshlar ota-onalarga vaqtida ega chiqib, shunday narsani yozib, parlamentning ichidagi a'zolarga xat yozib, davomli xat yozib, nima bo'lyapti deb so'rab turinglar qarindoshlar. Ang bo'lmadi degan chaqda shu turmaning ichidagi balki mening bir egisi vaka deb sharoitning yaxshilanib qilishi uchungi bo'lsa-mu, bir tal mo'mini yeydiganning o'rniga ikki tal mo'mini yeydigan sharoitga akab qo'ying ota-onangizniki. Siz chiqmasangiz, voy buningki bolasininki ya urug' tuqqanning g'ururi yo'qka, vijdoni yo'qka, bir ota-onasiga chiqolmadi, egi chiqolmadi deb Xitoy teximi ezidi. Ya qarindoshlar, ya o'lim, ya ko'rim. Bu yo'lda cho'qim biz o'zimizniki haq yo'lda mang'ashqa unda biz hech qanday makon va zamon tanlamaymiz. Qanday vaqtda Xitoyga qanday yerdan hujum qilishni o'zimiz hammamiz kallamizga silib harbiy holatda turishimiz kerak. Qarindoshlarga rahmat, ota-onanglarga ega chiqinglar qarindoshlar. Kimdir birisi telefon qildimi? Namoyish qilayotganini ko'rib tur.